Assalomu alaykum do'stlar. Ko'pdan beri vaqtim bo'lmasdan shortsdan video qo'yayotgandim. Bugun kattaroq video qilishga harakat qilyapman. Nima demoqchiman? Qo'y boqib mashina ola oldimmi? Men o'tgan yili mashina oldim. O'shanda endi sababini yoshlarga tushuntirmoqchiman-da, qanday oldim men. Men otam vafotidan oldin 1,5-2 yil to'shakka yotib qoldi-da. Insult olgan edi. Endi insultda hamma biladi oqibatini. Keyin endi yoz kunlari tez terlaydi-ku odam. O'sha yotgan odam ayniqsa. Boyagi hammomga opichlab olib boraman-da, ana u yerda suvni to'kib, sochib bemalol cho'miltirasan-ku inson. Dadam mazza qilib cho'milib, keyin ayam joyini yangilab qo'yadi. O'sha oppoq pastelga yotqizib, dada duo qiling deyman-da. Oxir paytlar dadamda til bo'lmay qoldi-da, gapira olmay qoldi. Lekin men tushunardim u kishi nima demoqchi bo'lganini. Keyin qo'lni yoyardi-da, bir narsalar ko'zi bilan yumib ochib bir narsalar derdi-da. Keyin men sanardim nima so'rashdi. Dada mashina olay, dada ukamni uyini bitiray, dada chorvamga baraka bersin, dadam dada deb ko'p narsa so'ratib olardim-da. Keyin qo'lini yuziga ham olib bora olmasdi. Shunday ko'kragiga qo'yardi-da. Keyin endi qarangda, oradan dadam o'tdi. Ko'p o'tmasdan bir 2-3 oy o'tgan, bir 4 oymi, 5 oy o'tgandan keyin uyimga tog'am kelib qoldi. Tog'am aytdi, jiyan dedi, men mashinamni dedi sotmoqchiman dedi, yangisini olaman dedi, ana kitayskiy mashina. Sen dedi meni mana bu Damas'imni kelishtirib beraman, mashina minadigan payting keldi, sen ol shuni dedi. Dedim, tog'am, men biznes rejalarim bor, bu yil buqa qilishim kerak, molxona solishim kerak degan edim. Yo'q, qo'yarga qo'ymas. Keyin tog'am kitayskiy mashinani oldi-da, u tog'am endi yoshi 50-60 yoshlarda-da. Ana u mashinani hayday olmadi. Boya gazni bossam ketib qolyapti, tormoz bossam qotib qolyapti deydi. Damas bo'lmasa bo'lmas ekan dedi-da. Nima dedim men sizga? Menga hozir mashina kerak emas. Menga lutchi biznes qilish kerak degan edim. Yo'q, senga men va'da berib qo'ydim, xafa bo'lib qolasan deb, xullas yangi Damas olib beraman dedi-da. Deb keyin qo'yarga qo'ymas, kenayim ikkalasi, o'g'li uchalasi menga judayam ko'p bosim o'tkazdi-da, olmasang bo'lmaydi deb, keyin tavakkal mayli olaman dedim. Faqat o'sha pulni dedi tog'am, shu yangi yil arafasida berasan dedi. Bu gap kuzlarda bo'lyapti. Keyin bismillah deb tavakkal Xudoga boyagini men olgandim. Tog'am menga $8,000 pul berdi mashina ol deb. Yangi Damas ol deb. Keyin oradan vaqt o'tdi, boya kuzda mashinamiz judayam o'sha yil barakali bo'ldi. Narx ham zo'r bo'ldi. Yangi yil arafasi qutulaman, endi bir 10 tacha qo'chqorim bor edi boqayotgan. O'sha qo'chqorni sotaman-da. Keyin bir sog'liqlardan bir 4 ta 5 tasini sotib qutulaman deb turgan edim. Tog'am yangi yilda bitta qo'chqorimni sotganim videosini ana YouTube'ga qo'ygan edim. O'g'li ko'rib qopti-da buni. Tog'amga aytdi, jiyaningiz harakatga tushib qopti debdi. Keyin tog'am menga telefon qildi. Jiyan dedi, nima harakat dedi. Shu xudo xolasa bo'lib qoladi yangi yillarga degan edim. Yangi yilga bir hafta 10 kun bor edi. Sen dedi, qo'ying sotyapti ekansan, sotma dedi. Mosh ko'tarildimi dedi. Yo'q, hali o'sha dedim. Unda dedi, sotma dedi. Menga hozir pul zarur emas dedi. Bilan yanvar keldi, sottirmadi. Fevral keldi, sottirmadi. Boring, mart keldi. Keyin ayam meni urishdi. Sen dedi, berma desa bermay yuraverasanmi? Bu so'rashga anav qilayotgandir. Davay sot moshiningni, qarzing qutul dedi. Xudoning qudrati, o'sha payt mosh zo'r pul bo'ldi-da.
boyagi sovliq ham sotilmadi, naborot bir 10 ta qo'shqardan bir 4 ta 5 tasi yonimga qolib ketdi. Shu mashinani pulidan qutulib ketdim-da xullas. Aytmoqchi bo'lganim do'stlar, otaning, onaning duosida gap katta ekan. Bir tiyinsiz uyimga mashina keldi-da, bir tiyinsiz. Xudoyim boshqa tomondan barakani ko'paytirib, o'sha qarzning o'rnini to'ldirib qo'ydi-da. Shunga ota-onangizni duo qiling. Oyoqlarini yuving, tirnoqlarini oling, ko'nglini bo'shatib duosini oling. Xudo xolasa chorvangizga ham baraka keladi. Mashinaning ham zo'rini minasiz. Xudo xolasa hamma niyat qilgan maqsadlaringiz amalga oshadi.